Assalomu alaykum do'stlar. Qandaysizlar? Hozir sizlar bilan challenge. Bu eski Minecraft versiyasi eski Minecraftda. Taxtali qilich. Temirli qilich. Tillali qilich. Olmosli qilich. Qaysi birida urganimda qanchada o'larkan bu maxluqlarda? 2ta, 3tada o'ldi. To'y taxtada bo'lishi mumkin emas, lekin 3 donada o'ldi, 3 dona. Endi bu qanday bo'lmasam temirda 2tada o'lgan bo'lsa, temir kuchliroq ekan tilladan ko'ra. Tillada 3tada o'ldi, 3tada taxtadan ancha kam, lekin kuchi. Bu yerdaga qochib ketdi. Mayli, boshqa yerda. Mayli, olmos. Qaranglar, bitta, 2ta. Do'stlar, bo'lishi mumkin emas. Qaranglar. Taxtada 3 martada o'ldi. Endi temirda 2 martada o'ldi. Tillada 3 martada o'ldi. Temirda 2 martada o'ldi. Qilichlar bo'lishi mumkin emas bu qilich. Mayli. Ko'rishguncha. Salom do'stlar. Biroz videoni pauza qilishga to'g'ri keldi. Mana buni qurib olganimcha. Hozir endi buni olamiz va buni o'rniga hop.